Qahramonimiz Shirin, o'zbekistonlik yosh qo'shiqchi va aktrisa. Uning oilasi Xitoy bilan chuqur munosabat o'rnatishgan. 2015-yil 15 yoshli Shirin yakka kurashlarni o'rganish uchun Xitoyga keladi. 2017-yilda u o'zbekistonlik rejissyor tomonidan Xitoy va O'zbekiston hamkorligida suratga olingan ilk Merosxo'r filmiga taklif qilinadi. 2018-yilda film Shanxay xalqaro tashkiloti milliy festivalida namoyish etiladi va keng e'tiborga sazovor bo'ladi. 2022-yilda Shirin O'zbekistonning mashhur shahri Samarqand haqida Xitoy uchun qisqa metrajli filmda suratga tushadi. Shuningdek, u ko'proq xitoyliklarga o'z mamlakatini tanishtirishga harakat qiladi. Qani keling, Shirinni sahnaga taklif etamiz. Marhamat. Qahramonimiz Shirin Xorazm raqsini ijro etish uchun sahnaga chiqmoqda. Hammaga salom. Men o'zbekistonlikman. Ismim Shirin. Xush kelibsiz Shirin. Xo'sh, Xitoy va O'zbekiston hamkorligidagi birinchi film haqida gapirsak, bu film o'zi nima haqida? Biz suratga olgan filmning nomi Merosxo'r. O'zbekchadan Merosxo'r deb tarjima qilinadi. Unda Shaolin ibodatxonasiga jang san'atlarini o'rganish uchun kelgan va keyin Shaolin shogirdiga aylangan qiz haqida hikoya qilinadi. Tez turing o'rningizdan, hamma yugurishga. Kuchim qolmadi. Boshqa kuchim qolmadi. Shirin, Xitoyga kelib birinchi qaysi shaharga borgansiz? Xitoyga kelganimda birinchi borgan shahrim Henan shahri edi. U yerda sekin-asta Xitoy tilini o'rgandim. Ba'zi odamlar bilan muloqot qilganda, ular siz mandarin tilida gapirasizmi deb so'rashdi. Keyin men ulardan mandarin tilida so'zlashmayapmanmi deb so'radim. Keyin bilsam, Henan laqchasini o'rganib, henanchada gaplashayotgan ekanman. Hech qisi yo'q degan so'zlarni eslayman xolos. Juda o'xshar ekan. Nima uchun Shaolinga borib shuni o'rgandingiz? Dadam Xitoyda xizmat safari paytida Shaolinga boribdilar. U yerga yetib kelganlaridan so'ng qizlardan birini Shaolinga yuborishni va unga jang san'atlarini o'rgatishni qattiq orzu qilgan ekanlar. Bugun biz ham juda xursandmiz. Ko'rsatuvimizga Shirinning otasi tashrif buyuribdilar. Qani, Shirinning otasini taklif qilamiz. Marhamat, sahnaga chiqishingizni so'raymiz. Qani, marhamat. Bizga aytib bering-chi, qizingiz Xitoyga qanday kelib qolgan? Qiz otaning kaftidagi xazina hisoblanadi axir. Nima uchun siz o'sha onda qizingizni Xitoyga shu jang san'atini o'rganish uchun borishini to'g'ri deb bildingiz? Men qizimni Shaolin maktabiga jo'natishimdan asosiy maqsadim buni o'zi mustaqil bo'lishi, til o'rganishi, Konfutsiy ta'limotini o'rganishi, qolaversa shu Xitoy davlatida ham ko'plab do'stlar orttirishi uchun jo'natganman. O'ylaymanki, adashmagan ekanman. Mana juda ko'p narsa o'rgandi shu Shaolinda.
Juda yaxshi asl niyat. Asli biz xitoylik ota-onalar ham farzandlarimizga shunday umid bog'laymiz. Bir o'lka bir makon tashabbusi O'zbekiston uchun qanday o'zgarishlar olib keldi? Bir o'lka bir makon O'zbekiston uchun juda katta yutuq olib keldi desam yanglishmayman. O'zingiz bilasiz. Chunki oddiy biz tadbirkor bo'lsak ham, mana tadbirkorlar, qo'shma korxonalar soni Xitoy davlati fuqarolari bilan, tadbirkorlar bilan 2000 ga yaqinlashib qoldi O'zbekistonda. Bu juda katta yutuq deb o'ylayman men. O'zimiz ham juda katta o'zgarishlar yuz beryapti. Bilishimcha, sizni 5 ta qizingiz bor. Kenja qizingiz hozir Xitoyda, yana bir qizingiz esa Xitoyda bo'lgan ekan va o'z oilasini qurgan ekan. Bizni oilamiz Xitoy uchun begona emas. Mani katta qizimni turmush o'rtog'i Xitoy fuqarosi, Xudenk. Juda ham baxtli yashashyapti. Hozir 2 ta nabiram bor bulardan, 2 qiz. Xitoylik kuyovingiz haqida qanday fikrdasiz? Men to'g'risini aytsam, Xitoy kuyovim bo'lgandan juda ham xursandman. Juda oliyjanob inson. Hatto mana shu ularning ota-onalari ham, kuyovim ota-onalari ham juda ochiq ko'ngil, juda mehnatkash, sof dil insonlar. Umuman olganda Xitoy o'zbek xalqi o'rtasida o'xshashliklar juda ham ko'p. Mehmondo'stlik, odamgarchilik, oilaga bo'lgan mehr-muhabbat juda o'xshashlik ko'p. Shuning uchun men juda ham xursandman Xitoy kuyovim bo'lgandan. Shirinning otasiga katta rahmat aytamiz. Shirin, sizni o'z hayotingiz uchun kelajakdagi rejalaringiz qanday? Kelajakka kelsak, men Xitoy universitetida o'qishni rejalashtiryapman. Yaqinda men Xitoyni Tinhua universitetiga qabul qilindim. Ajoyib. Umid qilamizki, kelajakda Xitoyda o'zingizni yangi rivojlanish yo'nalishingizni topasiz. Rahmat. Hozirgina Xitoy jang san'ati haqida aytdingiz. Shuningdek, Xitoy kuylarini o'rganganingizni ham gapirdingiz. Sizga Xitoy qo'shiqlaridan qaysi birlar tanish? Menga juda yoqadigan xitoycha bir qo'shiq bor. Men unga o'zgartirishlar kiritdim. Shunda qo'shiq so'zlari Xitoy va o'zbek tillarida bo'ladi. Keling, uni birgalikda tinglaymiz. Shirinning otasiga esa tashrif uchun rahmat aytamiz. Sesi. 太阳下山，明早一直爬上来，花儿谢了，明年还是一样的开。美丽小鸟一去无影踪，我的青春小鸟一去不回来，我的青春小鸟一去不回来。Tunda quyosh botsa tongda porlaydi, gullar so'nsa ham keyingi yil gullaydi. O'ylab ko'rmagan edim hech ham, yoshlik uchib ketsa aslo qaytmaydi, yoshlik uchib ketsa aslo qaytmaydi. Qaytmas ekan hech, qaytmas ekan hech, uzoqlashganda qadrini bildim kech. Qaytmas ekan hech, qaytmas ekan hech, yoshlik uzoqlashganini bildim kech.太阳下山，明早一直爬上来，花儿谢了，明年还是一样的开。美丽小鸟一去无影踪，我的青春小鸟一去不回来，我的青春小鸟一去不回来。别的那样哟，别的那样哟，我的青春小鸟一去不回来。别的那样哟，别的那样哟，我的青春小鸟一去不回来。 Mana azizlar, o'zbek qizi Shirinning iqtidoriga guvoh bo'ldik.